支援血縁もない私をこんなに温かく支えていただき、ひとえに受け入れてくださった皆様のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。Yaqinqi mezgillarda muajiratda yashayotgan Uyg'urlarning chet ellarda tug'ilgan ikkinchi yoki uchinchi avlodlarining o'zlari yashayotgan demokratik ellarning siyosat sahnasida rol olishga boshlaganligi ma'lum. Ularmi saylamga qatnashish orqali o'zlari yashayotgan davlatlarning siyosiy sahnasida belgilik yutuqlar qozonmoqda. Yaponiyada tug'ilib cho'ng bo'lgan bu yil 34 yoshga kirgan Uyg'ur qizi Arfiya Eri Yaponiya Avom palatasi saylamining 23 apreldagi natijasida Yaponiyaning hokimiyat beshidagi liberal, ya'ni Erkin Demokratlar partiyasining parlament a'zosi bo'lib saylangan. じっくりとお互いの意見を尊重しながら解決案を探っていく。お互いの意見を持つ権利を尊重する。 Yaponiyada bu navbatlik parlament saylamiga qatnashishga tavakkul qilgan Yaponiyada Arfiya Eri degan ism bilan tanilgan Arfiya Oblatning asli Uyg'urcha ismi Alfiya bo'lib, u bultur Yaponiyaning hokimiyat beshidagi liberal demokratlar partiyasi tarafidan nomzodlikka ko'rsatilgan edi. U yaponcha, uyg'urcha, xitoycha, inglizcha, turkcha qatorliq ko'p xil tilga ega bo'lib, oldingi 5 yilda u Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi shtabida vazifa o'tagan. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bir mezgilda chet ellarda tug'ilgan ikkinchi avlod Uyg'urlardan biri bo'lgan Alfiya, ya'ni Arfiyaning Yaponiya parlament saylamiga nomzod bo'lganligi yolg'iz uning Uyg'urlik orqa ko'rinishi bilan emas, balki ko'p qirliq va ko'p tillik kuchli nomzod ekanligi bilanmi Bloomberg qatorli xalqaro matbuotlarda ko'p qitim tilga ilingan edi. Yaponiyaning televiziya kanallari va Arfiyaning o'zining Twitter hisobidagi uchurlarga qaraganda, Yaponiyaning Chiba nahiyasi 5-rayonda elib berilgan to'liqlama saylamda u 50.578 bilet, ya'ni 30.58% ovozga erishib, orqasidagi nomzoddan 5.000 ovoz ustunlik bilan Yaponiya parlamentida o'rin olgan tunji Uyg'ur yapon siyosiyoni bo'lib qolgan. Arfiyaning Yaponiya parlamenti saylamida qozonishi muajiratdagi Uyg'urlarning siyosiy va ijtimoiy hayotidagi nihoyat cho'ng voqea hisoblanadi. Shu topda bu xush xabar muajiratdagi Uyg'urlarni hayajonga solgan. Ular ijtimoiy taratqularda bu xabarni ham bahrilab tantana qilishmoqda. Dünya Uyg'ur qurultiyi 24 aprel kuni bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Yaponiya Avom palatasiga Arfiya Erining saylanganligini olqishladi. Bayonotda buning Uyg'ur yapon jamiyati, shundaqla dunyodagi Uyg'urlar uchun tarixiy ahamiyatga ega muhim g'alaba ekanligi o'tirg'i qo'yilgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yana Arfiyaning Yaponiya fuqarolari va davlatining manfaati uchun xizmat qiladiganligiga qat'iy ishonish bilan tang uning Yaponiya parlamenti va boshqa yuqori darajalik munbarlarda Uyg'ur masalasini o'tirg'i qo'yadiganligiga bo'lgan umid ishonchisini ifodalagan. Ma'lum bo'lishicha, 34 yoshlik Arfiyaning ota-onasi Uyg'ur elidan Yaponiyaga o'qishga berib qolgan bo'lib, u 10 yosh vaqtida Yaponiya fuqaroligiga o'tgan ekan. U oliy maktabni Amerikaning Georgetown universitetining tashqi siyosat fakultetida o'qigan. U Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Fatibot boshqarmasida ishlashdan burun Yaponiya bankasida ishlagan. Arfiyaning Yaponiya siyosiy sahnasiga kirganligi yolg'iz Uyg'urlarni emas, uning Amerikada o'qigan Georgetown universitetidagi professorlardan Uyg'urshunos James Millward apandinimi iftiqorlantirgan. U radiomizga 24 aprel bu haqda maxsus tabriknoma avatdi. Bu tabrik xatida mundaq deb yozgan: "Men Arfiyaga Georgetown universitetida bilim berish fursatiga erishganimdan xushalman. U bir ilg'or ideyaga ega qaltis yashayol. Shundaqla uning g'oyasi aniq edi. Uning mening yetakchiligimda olib borgan tadqiqot natijasidagi dissertatsiyasi yuqori baholanib, jurnalda e'lon qilindi. Bu bek oz tahrirlashga muhtoj edi. Chiba viloyatining 5-rayondagi kishilar Arfiya Eri xonimdek vakil bo'lganligi uchun talaylikdir. Yaponiyadagi Uyg'urlar oylardan buyon Arfiyaning saylamdagi faoliyatlari va natijasiga diqqat qilib kelayotgan bo'lib, ular televiziyadagi saylam natijasi e'lon qilingan amon Yaponiya parlamentida bir Uyg'ur parlament a'zosi bo'lganligidek bu xushallik xabarini o'zaro ham bahrlab va butun dunyodagi Uyg'urlarga yetkazib, o'rtoqlashayotganligi ma'lum. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining hay'at a'zolaridan Savut Muhammad apandi
Arfiyaning Yaponiyaning hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar partiyasi vakili sifatida Avam palatasiga saylam orqali saylanib kirishi, muajiratdagi barliq Uyg'ur avlodlarining o'zlari yashayotgan davlatlarning siyosiy sohasiga kirishga tirishishiga bir yangi yo'l ko'rsatib berdi deb qaraydiganligini o'ttirg'i qo'ydi. Eri Arfiya deydigan Uyg'ur qiz saylamga tushib, yaponliklar bilan raqobatga tushib, oxiri yengib chiqib, davlat parlamenti a'zosi bo'ldi. Albatta biz Yaponiyadagi Uyg'urlarni xushallik uchundiq. Eri Arfiya xon qiz hamda kelar qatimki saylam qadar bir davlat parlamenti a'zosi bo'lish sifati bilan o'zining vazifasini o'taydi. Normal 4 yilda bir qatim bo'ldi bu saylam. Bir Uyg'ur qizininki saylanib chiqishi Uyg'urlarningki obrazini yaxshilashda cho'ng ahamiyat bor deb o'ylayman. Ikkinchi avlodlarga umid beralaydi deb o'ylayman. Yaponiya ko'chmanni ancha qabul qilmaydigan bir davlat. Yaponiya tuprog'ida yashaydigan millatlar bo'lsa, asos mutlaq ko'p qismni shu yaponliklar egallaydi. Shunaq bir sharoit ostida bir Uyg'ur qizi shu chet ellik ikkinchi avlod bo'lish sifati bilan bu saylamga tushib va yengib chiqqanligi mushaqqat bir tasvir ish. Arfiya eri O'rta Osiyo ellaridan boshqa har qaysi chet ellarda yashayotgan Uyg'urlardan parlament a'zoligiga saylangan tunji Uyg'ur bo'lib, ijtimoiy taratqularda Uyg'urlar uning Yaponiya parlamentiga kirishining demokratik erkin ellarda yashayotgan Uyg'urlarning avlodlarining o'zlari yashayotgan davlatlarning saylamlariga qatnashishiga va siyosatiga aralashishiga umid hem ilham bəxş etkenligini yezişdi. Uyghur faoliyatçılardan Kanadadaki Uyghur Haklarını Himaye Qilish Quruluşu'nun icraiya direktori Mehmet To'xta Efendi Uyg'urlarning bir Uyg'ur qiziga bu fursatni bergan Yaponiya xalqi va davlatidan minnatdor ekanligini bildirdi. Oldu bilan biz Arfiyani tabriklash bilan birga Yaponiya xalqiga rahmat qilishimiz kerak. Birisi Yaponiya davlati shunday qilib o'ziga o'xshamagan millatlarning Yaponiyada o'z huquqini joriy qildirishga o'xshash imkoniyatni yaratdi. Ikkinchidan, xalqimiz milliyetçilik tuyg'usini ayonga qarab qo'yib, Yaponiyada tug'ilib o'sgan bir Uyg'ur ota-onadan bo'lgan qizni Yaponiyada o'zining irodasiga vakillik qila oladiganligi uchun vakolatini shu qizga bergan. Ya'ni mening ovozim bo'lisam, mening huquqimni sen federal mesela parlamentda menga vakolatdan qo'g'daysan deganlik bo'ladi. Arafiya ablatmi qancha suhbatini oladi. İngilizcesi yaxshi, yaponchasi yaxshi, uyg'urchasini angladim. Demak, buni ko'rib bo'ldi. Bu chatalik Uyg'urlar o'zlarini tarbiyalash kerak. Har soat tarbiyalagandan shu soatni eng yaxshi qilib tarbiyalash kerak. Shunday bo'lganda o'z davlati ta'minlagan tüm imkoniyatlardan, mayli siyosiy imkoniyat bo'lsin, askariy sohalar bo'lsin, diplomatik sohalar hamma joyda yetib turish kerak. Shunday bo'lganda Uyg'urlarning vatan tuzish orzuyimiz amalga oshadi. 皆様が一人一人違う思想を持つその権利を尊重し、それを守っていくこの覚悟で政策を進めているのが自由民主党でございます。